sessiyamiz davom etadi va uning galgi taqdimoti O'zbekistonda buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi islohotlar va ularning istiqbollari. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining buxgalteriya hisobi va audit uslubiyati boshqarmasi boshlig'i Otabek Otakulovich Barakayev o'tkazib beradilar. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum, hurmatli forum ishtirokchilari, hurmatli aziz mehmonlar, hamda xonimlar va janoblar. Darhaqiqat bugungi forum O'zbekiston Respublikasidagi eng dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Nimagaki O'zbekiston iqtisodiyoti bugungi kunda jadallik bilan rivojlanishda, avvalo biz o'sha jahon bozoriga chiqishimiz yoki xalqaro integratsiya jarayonlarini takomillashtirish, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish asosiy maqsadlarimizdan bu iqtisodiy tizimimizni barqaror ishlashini ta'minlaydi. Shu maqsadda aytib o'tishki, ko'pchilik uchun mikro darajada qaraydigan bu buxgalteriya, audit sohalari albatta bu o'sha makro iqtisodiy ko'rsatkichlarimizni zamini hisoblanadi, ya'ni fundamenti hisoblanadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, demak, O'zbekiston Respublikasida davlatimizning yanada iqtisodiy rivojlanishi hamda xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish hamda o'sha butun dunyoda yagona tilda, biznes tilida gaplashish uchun demak, biz moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy qilishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu maqsadda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida avvalo shu buxgalteriya hisob tizimini qisqacha tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlab o'sha 1991-yildan buxgalteriyaning dastlabki qadamlari, ya'ni standartlari ishlab chiqildi. Undan keyin 2009-2019-yillarda demak, yagona soliq kodeksi ishlab chiqarib buxgalteriyadan ajratildi. Undan keyin aytib o'tish mumkinki, bugungi rivojlanishning asosiy yangilanish bosqichi bu 20-23-yillardagi o'sha MXSga, ya'ni moliyaviy hisobotning xalqaro standartiga o'tish jarayoni hisoblanadi. Bugungi kunda esa ushbu yangilanish bosqichini davom ettiryapmiz. Xuddi shunday auditorlik faoliyatida ham uchta bosqichga bo'lishi mumkin. Dastlabki yillar hamda 2017-yillar hamda 2018-yilda o'sha O'zbekiston Respublikasining prezidentining qaror qabul qilinishi hamda audit to'g'risidagi qonunlarning yangi tarzda qabul qilinishi bu buxgalteriya hisobi va audit sohasidagi asosiy islohotlar hisoblanadi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, dastlabki oxirgi demak 6 yilda ko'radigan bo'lsak, aynan shu hisob va audit tizimini xalqaro darajada takomillashtirish maqsadida bir qator normativ-huquqiy hujjatlar, qonunlar, qarorlar, Vazirlar Mahkamasi qarori, idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Bulardan eng muhimi va bugungi mavzumizga bevosita daxldor bo'lgan bu O'zbekiston Respublikasida hisob tizimini xalqaro standartlarga o'tkazish eng asosiy demak qadamlardan hisoblanadi. Bu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi 46-11 qarorlari qabul qilingan. Aytish mumkinki, ushbu qaror bugungi o'sha hisob va audit tizimida malakali kadrlarni tayyorlash masalasida aynan mana shu qaror boshqa qarorlardan yoki boshqa bizani MXSga o'tish bo'yicha bo'lgan harakatlarimizdan ajralib turadi. Ya'ni nima demoqchimanki, qarorning yarmi aynan kadrlar masalasiga qaratilgan. Nimagaki biz MXSga o'tish bo'yicha bir necha bora harakat qilganmiz va oxirgisi o'sha prezidentning 46-11 qarorlarida asosiy masala biz MXSga o'tishda kadrlar masalasi ko'tarilgan. Ya'ni O'zbekiston bozorida o'sha xalqaro standartlarni biladigan, xalqaro darajadagi kadrlar yetishmovchiligi masalasi maqsadida prezidentimizning tashabbuslari bilan shaxsan ushbu qaror qabul qilindi hamda ushbu qarorda MXSni joriy etish hamda kadrlar masalasiga alohida e'tibor qarildi. Xo'sh, o'zi MXSni, ya'ni IFRSni o'zi kim ishlab chiqadi? Butun dunyoda, demak, bu Angliyada joylashgan IFRS Foundation tomonidan ishlab chiqariladi. Demak, biz MXSni joriy qilmoqchi bo'lsak, u bizga zarur bo'lsa, avvalo o'sha MXS standartlarini O'zbekistonda tan olishimiz kerak. Bu o'sha prezident qarorida ham topshiriq ketgan. Hamda mana shuni amalga oshirish maqsadida bevosita Iqtisodiyot va Moliya vazirligi IFRS Foundation bilan shartnoma imzolab,
demak 62 ta hujjatdan iborat bo'lgan standartni bevosita o'zbek tilida, davlat tilida tarjima qilib tan oldik. Bu Adliya vazirligining davlat ro'yxatidan o'tgan 34 noma'lum hujjat. Bugungi kunda bevosita tadbirkorlik subyektlarimiz ushbu hujjatdan o'zbek tilida bemalol foydalanish mumkin. Buni demak rus tilida va ingliz tilidagi versiyalari IFRSning bevosita internet saytlarida yoki Moliya vazirligi saytidan bevosita olish mumkin. Undan keyingi demak ushbu qarorda belgilangan vazifalarda o'zi MXSga kim o'tishi kerak, kadrlar masalasi qanaqa deyilgan masalalarga alohida to'xtalib o'tgan. Mana kadrlar masalasida nima deyilgan? Bu yerda MXSga doir o'sha dastlabki bosqichda O'zbekiston Respublikasi davlat budjetidan MXS bo'yicha, ya'ni o'sha xalqaro sertifikat doirasida kadrlarni tayyorlash maqsadida shaxsan birinchi bosqichda oliy ta'lim muassasalarining pedagog kadrlarini, oliy ta'lim muassasasining talabalarini hamda davlat organi xodimlarini davlat budjetidan o'sha 2025-yil 31-dekabrga qadar davlat budjetidan xalqaro sertifikat doirasida agar o'qimoqchi bo'lsa qoplab berish belgilangan. Va ushbu topshiriq doirasida bugungi kunda o'sha xalqaro sertifikatni beradigan tashkilotlardan biri o'sha SSCA bilan memorandum imzolangan 2020-yil. Ushbu memorandum doirasida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 2024-yilda 1597 nafar tinglovchiga 5 milliard 704 million so'm qoplab berilgan. 1352 nafar talabgorga esa imtihon xarajatlari uchun 2 milliard 224 million so'm davlat budjetidan qoplab berilgan. Mana shu xarajatlarni qoplab berish bo'yicha demak o'quv markazlari ham o'sha SSCA dan bugungi kunda akkreditatsiyadan o'tgan 19 ta o'quv markazi mavjud O'zbekistonda. Bundan tashqari ushbu xarajatlarni qoplab berish tizimi bevosita avtomatlashtirildi. Mana shu talabgorlar bevosita mana shu programma orqali hech qanday inson omilisiz ushbu xarajatni bevosita o'zining to'g'ridan-to'g'ri plastikiga qoplab oladi. Yana bir yengillik yaratish maqsadida o'sha IFRS Academy, Profi M4 platformalari yaratilgan. Bular ham bevosita tadbirkorlik subyektlari MXS bo'yicha dastlabki bosqichda bilimini kirib bemalol onlayn dastlabki MXS bo'yicha bilimlarni olishi mumkin bepul bo'lgan platformalar. Va yana bir muhim tadbirkorlik subyektlariga qulaylik va yengillik yaratish maqsadida bevosita Iqtisodiyot va Moliya vazirligining xodimlari hamda ekspertlar bilan birgalikda o'sha MXS ga doir standartlarni o'zbek tilidagi taqdimoti YouTube kanaliga joylashtirilgan. Bemalol ushbu YouTube kanali orqali siz 30 ga yaqin standartni, ya'ni barcha MXS standartlarini bepul o'zbek tilida tomosha qilib, ko'rib, demak MXS ga doir har bitta standartning ma'no maqsadini bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Taqdimot shaklida qilingan. Unda rus tilida ham, o'zbek tilida ham bor, hamda ekspertlar, bevosita Iqtisodiyot Moliya vazirligi mutaxassislari ushbu taqdimotni qilib bergan. Bundan tashqari biz demak o'sha MXS ni ishlab chiqadigan tashkilot IFRS Foundation bilan hamkorlik doirasida bevosita ushbu konferensiyalarda ham qatnashib kelganmiz. Bevosita 2024-yil mana shu xalqaro standartga o'tish borasida umuman hisob tizimi bo'yicha o'zgarishlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Nimagaki bugungi kunda bugungi tadbirimizda ko'pincha tadbirkorlik subyektlari mana YouTube kanali orqali ham tomosha qilishyapti, lekin 200 ga yaqin. Bu nafaqat bir kelgusi masalalar, balki hozir aynan oxirgi yilda qonunchilikda kiritilgan o'zgartirishlar va tadbirkorlik subyektlari e'tiborga olish kerak bo'lgan jihatlari hamda biz MXS ga o'tish jarayoni qanaqa ketayotganligini qisqacha aytib o'tmoqchiman. Bizga ma'lumki, buxgalteriya hisobining milliy standartlari bundan 20-25 yil avval rus tilida qabul qilingan. 20-25 yil davomida qariyb bu standartlar o'zgarmagan edi. Hamda buni amaliyotga joriy qilish bo'yicha o'sha qonunchilik tizimida ham har qanday tadbirkorlik subyektining manfaatlari nuqtai nazaridan davlat tilidagi masalalarda muhokama bo'ladi. Shu nuqtai nazardan 24-yilning o'zida bizda 25 ta standartni davlat tilida qayta ko'rib chiqib, qonunchilikdagi o'zgarishlardan kelib chiqib 20 ta qilib, ya'ni tizimlashtirish, birlashtirish orqali 20 ta standart ishlab chiqildi. Bulardan 4 tasi xalqaro standartlarga uyg'unlashtirildi. Qonunchilikdagi o'zgarishlar davlat tili talablaridan kelib chiqib muvofiqlashtirildi. Bir nechta standartlarimiz birlashtirildi.
va 24-yilning o'zida mana ko'rib turganimizdek 20 ta standart Adliya vazirligidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Bu degani 25 ta standartimiz to'liq o'z kuchini yo'qotgan dasturdagi standartlarimiz. Bu bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarimiz e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlari. Nimagaki bu standartlarimizning aksariyati 25-yil 1-yanvardan kuchga kirgan va ba'zilari 24-yilning o'zida kuchga kirgan. Xo'p, ushbu 20 ta standartimizdan aynan 4 tasi moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiqlashtirilgan. Bu nima degani? Bu avvalo yuqorida aytib o'tganimizdek prezidentimizning 46 risol qarorlarida buxgalteriya milliy standartlarni xalqaro standartlarga garmonizatsiya qilish, ya'ni uyg'unlashtirish topshirig'i bor edi. Bu ham 4 yil davomida qariyb amalga oshirilmagan edi. O'tgan yilning o'ziga 4 ta standartimizni MXS ga uyg'unlashtirdik. Nimagaki buni to'liq birdaniga garmonizatsiya qilib bo'lmaydi. Bu avvalo tadbirkorlik subyektiga juda og'irlik qilishi mumkin. Shu nuqtai nazardan buni bosqichma-bosqich, hatto standartlarning ichidagi garmonizatsiya ham to'liq emas, ya'ni qisman garmonizatsiya qilindiki, MXS ga o'tish jarayonini muvofiqlashtirish hamda yengil kechish maqsadida. Xususan 1-sonli hamda 5-sonli buxgalteriya milliy standartlarimiz qisman MXS ga uyg'unlashtirilgan. 22-son, ya'ni valyuta operatsiyalari hamda 9-son pul oqimiga doir buxgalteriya standartlarimiz esa qariyb to'liq MXS ga uyg'unlashtirilgan. Buni ketidan esa 4-chi, 5-chi, 7-sonli standartlarimiz ham MXS ga uyg'unlashtirilgan. Bu hujjatlarimiz yana yaqinda qabul qilindi. Mana 25-yil 11-fevralda davlat ro'yxatidan o'tgan. Ko'pchilik tadbirkor subyektlarimiz xabar bo'lmasligi ham mumkin. Bu konseptual o'zgarishlar bo'ladi. Ayniqsa hisob tizimida, ayniqsa chet el operatsiyalari bilan shug'ullanadigan, ya'ni import, eksport operatsiyalari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlik subyektlarimizda o'sha valyuta bilan bog'liq operatsiyalar, ularning operatsionkasi bilan bog'liq operatsiyalarda o'zgarish bor, ya'ni MXS ga uyg'unlashtirilgan. Shuningdek, soliq kodeksidagi bilan o'rtasida farqlar bor edi. U ham bartaraf qilingan ushbu o'zgarishlar bilan. Shuning uchun bu tadbirkorlik subyektlarimizga ham yengillik, qulaylik, ham mana shunday farqlanishlarni oldini olish maqsadida, ham xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish maqsadida o'tgan yil mana shunday demak ishlar amalga oshirilgan. Va yana eng muhim masalamiz tadbirkorlik subyektlarimiz uchun bugungi kunda qiynab kelayotgan masala, biz mana MXS ga o'tsin, MXS ga o'tish kerak deyapmiz, lekin MXS ga o'tishi uchun unga standart kerak edi. Mana standart tarjima qilib berdik. Endi MXS ga o'tgan tashkilot uchun menga moliyaviy hisobot shaklini qilib bergin, qani degan savol bor edi. Shu masalani ham o'tgan yili oxiriga yetib, ya'ni biz kim buxgalteriya hisobini milliy standartlarda hisobot yuritadigan bo'lsa, demak milliy standartlar hisobot shakllarini tasdiqladik. Kim xalqaro standartlarga o'tadigan bo'lsa, to'liq xalqaro standartlarga muvofiq hisobot shakllarini ishlab chiqib, davlat ro'yxatidan o'tkazdik 3567. Bu ko'pincha buxgalter auditlarimiz biladigan o'sha eski 1209, 942 hujjatlarimiz bor edi. Bular to'liq o'z kuchini yo'qotgan va ikkita alohida, ya'ni 1-ilovadan 4-ilovagacha BXMS, 4dan 8-chi, 5dan 8-chi ilovagacha MXS ga muvofiq moliyaviy hisobot shakllari ishlab chiqildi. Bu hisobot shakllari bilan birgalikda biz ikkita muhim normani kiritdik. Bunga ham alohida e'tibor berish kerak bo'ladi, chunki 24-yil yakunlandi. 25-yil moliyaviy hisobotni topshirayotganda biz eskicha tartibda o'zgarishimiz kerak. Nimagaki buxgalteriya hisobini agar milliy standartda yurituvchi tashkilotlarimiz endi moliyaviy hisobotini 15-fevral emas, 1-martga qadar taqdim qilishi kerak. Agar kim MXS ga o'tgan bo'lsa, bu o'sha MXS ga o'tish jarayoni og'irligi, ularda murakkabchilik bo'lganligi uchun, kadrlar masalasi bo'lganligi uchun ularga imkoniyat berdik. 2025-yil 1-may. Bu faqat shu yilga tegishli emas, umuman yozilganki, hisobot davridan keyingi yilning 1-martiga qadar kim MXS bo'ladigan bo'lsa, hisobot yilining keyingi davrini 1-mayga qadar hisobot taqdim qilishi kerak bo'ladi. Bu tadbirkorlik subyektlarimiz bu narsaga e'tibor berishi kerak bo'lgan masala. Yana bir savol tug'ilyapti. Hozir ko'pgina ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shu o'zgarish bo'lgandan keyin menda o'sha eski hujjatimiz 1209 kuchini yo'qotgan bo'lsa, qaysi formada hisobot taqdim qilaman deydigan bo'lsa, demak siz 2024-yil o'sha 1209 oldingi hisobot shakli asosida hisobot to'ldirganingiz uchun to'liq eski formada faqatgina yangi davr, yangi muddatga, ya'ni 2025-yil 1-martga qadar taqdim qilasiz.
Agar kimdir MXS asosida hisobot yuruvchi tadbirkorlik subyektlari bo'lsa, bular uchun o'tgan yil bunaqangi forma bo'lmaganligi uchun ixtiyoriy ravishda shu yangi formadan foydalanib, faqat 1-maydan kechikmasdan taqdim qilishi mumkin. Xohlasa, agar xohlamaydigan bo'lsa, bu formadan foydalanmasdan o'zi oldin qaysi formada ixtiyoriy foydalanib kelayotgan bo'lsa, o'sha asosda taqdim qilishi mumkin. Faqat bu yil uchun, 24-yil uchun, 25-yil uchun, demak siz to'liq 35-67 o'sha yangi tasdiqlangan formalar asosida 26-yilning 1-martiga qadar va 26-yilning 1-mayiga qadar hisobotlaringizni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli tadbirkorlik subyektlari. Endi iqtisodiyot va moliya vaziri bo'lganligi uchun bevosita buxgalteriyani endi budjet tashkilotlarida ham buxgalteriya bevosita iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan uchun budjet hisob bo'yicha alohida o'zi standartlari bor. Bundan tashqari iqtisodiyot va moliya vazirligi auditorlik faoliyatini tartibga solganligi uchun bevosita aytib o'tish mumkinki, bugungi kunda auditorlik xizmatlar bozorini ham xalqaro darajada, xalqaro standartlarga rivojlantirish maqsadida mana Qonunchilik palatasi bilan 2021-yil 25-fevralda auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun yangi tahriri qabul qilindi. Bu to'liq xalqaro darajadagi talab asosida ishlab chiqilgan. Nimagaki bunda auditning milliy standartlari degan standartlarimiz to'liq bekor bo'lib, faqat auditorlik tekshiruvlari auditning xalqaro standartlari asosida amalga oshishi belgilandi. Bundan tashqari auditorlik faoliyatidagi litsenziya faoliyat bekor qilib, audit tashkilotlarini reyestrga kiritish talabi belgilandi. Milliy standartlar to'liq bekor qilindi. Bundan tashqari ustav kapitalga qo'yilgan talablar bekor bo'ldi. Auditorlik tashkilotlarining o'zini ham tekshirish bevosita tavakkalchilik tahlili asosida, ya'ni risk tahlili asosida tekshirish belgilandi. Oldingidek talablar bor edi, juda ko'p talablar bor edi. Hozir ko'p talablarni qisqartirib, faqatgina shtatida 4 ta mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, bevosita siz audit tashkilotini ochib O'zbekistonda faoliyat yuritish mumkin. Shunday audit tashkilotlarimiz bugungi kunda 153 ta, auditorlarning soni esa 1154 ta. Bu yerda ham kadrlar masalasi mavjud, ya'ni bugungi kunda majburiy auditdan o'tadigan tashkilotlarimizning o'zi esa 8000 dan ziyod. Ko'rib turibsizlarki, bizda 1154 ta auditor, ya'ni o'sha majburiy auditdan o'tish kerak bo'lgan tashkilotlarimizga ham birga bir yetishmaydi. Shu maqsadda bu yangi tahrida qonun qabul qilindi va ko'rib turibsizlar, tendensiyani imkon qadar o'sha auditorlik xizmatlar bozorini erkin tartibda avvalo kadrlar masalasini yetishtirish maqsadida mana imkon qadar o'sha jamoat tashkilotlari bilan ushbu bozorga malakali auditorlarni yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu borada aytib o'tish mumkinki, bizda o'sha auditorlik tashkilotlarimizda o'sha katta to'rtlik tashkilotlarimiz ham, xalqaro asosga kirgan tashkilotlarimiz ham, mahalliy auditorlik tashkilotlarimiz ham teng huquqqa ega, teng auditorlik tashkilotlari reyestri asosida faoliyat yuritadi. Mana shu auditorlik tashkilotlarining faoliyatini doimiy monitoring qilib borish hamda ularning ish sifatini oshirish maqsadida bevosita vazirlik tomonidan veb-sayt ishlab chiqarilgan. Bu veb-sayt bilan bevosita siz O'zbekistonda o'zi nechta auditorlik tashkiloti mavjud, ular haqida to'liq ma'lumot olib, ya'ni audit tekshiruv o'tkazilgan tashkilotlar haqida ochiq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bundan tashqari Iqtisodiyot va moliya vazirligi budjet tashkilotlari ichki auditi bo'yicha ham vakolatli organ bo'lganligi uchun bugungi kunda ichki audit tuzilmalari o'zi 38 tadan iborat. Shunda ichki audit xizmatlari xodimlari 325 ta. Bundan 24-yil davomida 245 ta auditor ichki milliy malaka sertifikatiga ega bo'lgan. Endi bevosita O'zbekiston Respublikasida o'sha milliy malaka talablari, ya'ni buxgalterlar, auditorlar uchun o'zi qonunchilik tizimida qanaqangi malaka talabi bor deyilgan, bevosita o'sha mavzumizga ham daxldor bo'lgan. Bizda qonunchilik tizimimizda buxgalterlar uchun malaka talabi belgilangan. Qaysi buxgalterlar? Ya'ni bosh buxgalterga, ya'ni buni buxgalteriya hisob to'g'risidagi qonunga asosan buxgalteriya hisobi xizmati rahbari deyiladi. Bunga oliy ma'lumotga ega bo'lishi hamda oxirgi 5 yildan 3 yili yoki agar iqtisodiy, noiqtisodiy ma'lumot oladigan bo'lsa, demak oxirgi 7 yil davomida, 10 yil 7 yil davomida aynan buxgalteriya va moliyaviy hisobot yoki audit sohasida ishlagan bo'lishi kerak bo'ladi. Bu bosh buxgalterga qo'yilgan talab bugungi kunda. Ko'pchiliklarimiz xabarimiz bo'lmasligi mumkin, ya'ni xohlagan kishi bosh buxgalter bo'lishi mumkin yoki xohlagan kishi buxgalter bo'lib ishlashi mumkin. To'g'ri, agar
oddiy bosh buxgalter bo'lib ishlaydigan bo'lsak, unda bizda oliy ma'lumot talab qilinmaydi. O'zi tadbirkorlik subyekti o'zi ixtiyoriy talab olishi mumkin. Lekin bosh buxgalterga nisbatan malaka talabi qo'yilgan. Xuddi shuningdek MXS ga o'tadigan tashkilotlar uchun xodimlaridan kamida 3 tasi MXS bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak. Bu ham qonun tizimidagi talablardan biri. Xuddi shuningdek auditorlarni sertifikatlash haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu auditorlarni sertifikatlash dastlab Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan berilar edi. Bu ham o'sha erkin tadbirkorlik subyekti sifatida o'sha nodavlat notajara tashkilotlarga berildi. Bular hozir bugungi kunda o'sha O'zbekiston buxgalterlar auditorlar milliy assotsiatsiyasi bilan O'zbekiston auditorlar palatasi tomonidan amalga oshirilyapti. Ya'ni auditorlar, ya'ni tashqi auditorlarni sertifikatlash ushbu tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. O'zi tashqi auditor malaka sertifikatini olish uchun qanaqangi imkoniyatlar bor yoki nima talab bor deydigan bo'lsak, bunda sertifikat olmoqchi bo'lgan talabgor oxirgi 10 yildan kamida 3 yil buxgalteriya audit sohasida ishlagan bo'lishi kerak bo'ladi. Nimagaki buxgalterda to'g'ri unaqangi ko'p talab yo'q, lekin auditor bu maxsus iqtisodiy faoliyat bo'lganligi uchun bu albatta buxgalterdan kuchli bo'lishi kerak. Buxgalterdan mutaxassis bo'lish kerak, xalqaro standartni bilish kerak. Shu maqsadda albatta bu tartibga solinadigan faoliyat hamda malaka talablari buxgalterlarga nisbatan qat'iy belgilangan. Bundan tashqari endi imkoniyat, agar unda mana bunday xalqaro sertifikati bo'ladigan bo'lsa yoki 10 yillik auditorlik staji bo'ladigan bo'lsa, uni malaka imtihon topshirmasdan bevosita auditor malaka sertifikatini olish mumkin. Yoki ushbu sertifikat dastlab 5 yilga, keyin 10 yilga, keyin cheksiz muddatga beriladi. Bu ham yangi qonun bilan qabul qilingan tizim. Agar bu oliy ta'lim muassasasida ushbu soha bo'yicha master, ya'ni magistr darajasiga ega bo'ladigan bo'lsa, unga faqatgina 1 yillik staji talab qilinadi. Yoki ilmiy darajaga ega bo'lgan xodim bo'ladigan bo'lsa, bunga ham staji talab qilinmaydi. Bu ham o'sha auditorlar sohasidagi malakali kadrlar yetkazish maqsadida qilingan tizim. Bugungi kunda demak xalqaro standart, ya'ni buxgalteriyaning xalqaro standarti sifatida O'zbekistonda tan olingan sertifikatlar mavjud. Bizda mana SCCA, CPA, SIPA, ACA, ISAIFniki hamda ACCAning 9 ta fani demak O'zbekistonda xalqaro sertifikat doirasida, ya'ni buxgalteriya bo'yicha tan olingan. Xo'p, ichki auditorlar sertifikat olish uchun xalqaro sertifikatlarimiz bo'yicha ACCA, DPFR, CPA, ACA, CIA, CIMA, CFCA, CJEP hamda SRMA kabi sertifikatlar O'zbekistonda tan olingan. Xo'p, endi bevosita mana milliy sertifikatlash tizimi yoki umuman yuqorida aytib o'tganimizdek mana shu buxgalterlar auditorlar sohasida bir qanaqangi bir umumiy yaxlit sertifikatsiya tizimiga kelish maqsadida bevosita ushbu bo'yicha ham Iqtisodiyot va moliya vazirligining tashabbusi bilan taklif qilingan jamoat tashkilotlari bilan birgalikda, ya'ni o'sha ISA deydi, ya'ni xalqaro ta'lim standarti, International Education standartiga asosan 3 darajali modullashgan tizim taklif qilingan. Birinchisi demak asosiy, o'rta hamda takomillashgan, ya'ni ilg'or darajasi hisoblanadi. Buni asosiy maqsadi dastlabki bosqichda, demak dastlabki bilimlarni ega bo'lgan buxgalterlar, oddiy buxgalterlar bemalol ushbu bosqichdan o'tishi mumkin. Ikkinchisi o'rta bosqichda bemalol bosh buxgalter ham bo'lish, buxgalteriya bo'yicha yoki korxonani moliyaviy holati bo'yicha qaror qabul qiladigan darajada xodimlarni olish mumkin. Uchinchi daraja endi bu audit, ushbu sertifikat ushbu bosqichdan o'tgan shaxs yoki talabgor bevosita auditor ham bo'lib O'zbekiston bozoriga kirishi mumkin. Bu bo'yicha bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tashabbusi bilan umuman nafaqat bu sertifikatsiya bo'yicha hisob tizimini tubdan takomillashtirish hamda audit bo'yicha shaxsan bugungi kunda loyiha ishlab chiqilib davlat rahbariga kiritilgan. Bu hozir davlat rahbari darajasida turibdi. Umuman hisob tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha, shu jumladan ushbu tizimni takomillashtirish bo'yicha o'sha xalqaro tashkilotlar mana
FRC deb yuqorida jurnalistlar ham aytib o'tdi, ya'ni alohida mustaqil regulyator bo'yicha biz bu bo'yicha bundan 3 yil oldin o'sha FRC tashkilotini shaxsan o'zini ofisiga borib, ular bilan memorandum imzolash juda murakkab kechyapti. Juda anaqa masalalar bor. Shu nuqtai nazardan, ya'ni O'zbekistonda hisob tizimini, audit tizimini nazorat qilish bo'yicha ularni dunyoda birinchi o'rinda turadigan tashkilot. Ular bilan bevosita biz hozir memorandum imzolash nuqtai nazarda, ya'ni tajribasini o'rganish hamda O'zbekistonga tatbiq qilish bo'yicha hozirgi tayyorlagan loyihamizda bu o'z aksini topgan. Bu ham albatta o'sha chiqqandan keyin yana batafsil masalalarni aytib o'tamiz. Shuningdek, IFR degan tashkilot bor, ya'ni Mustaqil auditorlar forumi degan tashkilot bilan ham bevosita hozir muloqot olib boryapmiz. Bu butun dunyoda 56 ta mamlakatlarni regulyatorlarini o'zida birlashtirgan, aynan auditlik faoliyatini tartibga solish bo'yicha dunyoda asosiy tashkilot hisoblanadi. Buni ham yaqinda plenarni yig'ilish bo'ladi. Uni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligini bevosita taklif qilgan, o'sha IFRga a'zolik bo'yicha hozir ishlari amalga oshirilyapti. Bu ham O'zbekistonda hisob tizimini, audit tizimini xalqaro darajada takomillashtirish maqsadida. Bundan tashqari tegishli tashkilotlar bilan, O'zbekiston jamoat birlashmalari bilan ham bevosita ishlar amalga oshirilyapti. Nimagaki bugungi kunda ko'ryapmiz, mana yuqorida ham aytib o'tib ketdilar. Demak, o'sha yashil iqtisodiyot degan masalasi. Bu xuddi shunda butun dunyoda hozir yashil buxgalteriya degan, ya'ni green account degan tushuncha kirgan. Sustainability standard, ya'ni barqarorlik standarti. O'sha korxona bugun faoliyat yuritayotgan bo'lsa, jamiyatga, tabiatga, atrof muhitga qanday ta'sir qiladi? O'shani moliyaviy jihatdan o'lchash maqsadida standartlar ishlab chiqilgan. Buni ham O'zbekistonda joriy qilish bo'yicha o'sha loyihamizda mavjud. Bundan tashqari mana sun'iy intellekt deyapmiz. Butun dunyoda o'sha XBRL degan programma bor, MHS ga o'tgan tashkilotlarni to'liq qo'llaydi. Bu to'liq o'sha sun'iy intellektni o'zida ta'minlaydi, ya'ni o'shani support qilib boradi. Ya'ni shu maqsadida ushbu programmani ham O'zbekistonda joriy qilish bo'yicha o'sha loyihamizda bor. Men endi bu takliflarimizni umumiy qisqa qilib aytib o'tyapman. Hali bu jamoat muhokamasiga ham chiqqan. Uzoq ishlanyapti bu qaror loyihasi. Hozir davlat rahbari demak darajasida ko'rib chiqilyapti. Shuning uchun ushbu qaror chiqqandan keyin o'ylaymanki, hozirgi tizimimiz, jarayonimiz yanada xalqaro davlat darajasida takomillashadi va bu tadbirkorlik subyektlarimiz uchun ham xalqaro bozorlarga chiqishi, O'zbekistonda o'sha xorijiy investitsiyalarga keng jalb qilinishi hamda iqtisodiy barqarorlikni, O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlarini xalqaro darajada taqqoslanishiga zamin yaratadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.